Hali O'zbekistonda hech kim bunaqa choynaklik tibar kullerlarni bunaqa arzon narxda sotmagan. Bu kullerlarimizni boshqaruvi to'liq sensorli bo'ladi, pastki qismi ham, tepa qismi ham sensor bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, dizayni ham juda chiroyli tarzda chiqqan va mana bu choynakning ichidagi suvni gradusini ham dash tablosida ko'rsatib turadi. Dash choynagini ichidan to'ldiradi. Mana shu joyini 2 marta bossanglar, choynagini o'zi ichidan to'ldirib bera oladi. Mana ko'rishingiz mumkin, ichidan to'ldiradi. Bu modelimiz ham xuddi shunaqa, to'liq sensorli boshqaruv bo'ladi. Undan tashqari bunisida choynagini tepasidan to'ldiradi, ichidan to'ldirmaydi. Bundan tashqari bu kullerimizni o'zidan 10-12 gradusgacha bo'lgan muzli suvlarni bemalol tushirib bera oladi. Mana bu yog'idan axlajlanmasini bemalol yoqib o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu kullerimiz ventilator, elektronnik muzlatish sistemasiga ega bo'ladi. 2 marta bossanglar, mana bu yog'idan stakanga xohlasanglar choynagiga suv tushirib beradi. Bundan tashqari mana bu joyini bitta bosib qo'ysanglar, choynaginglarning tagini, choynagini issiq ushlab turadi. Mana bu yerda ya'ni 60-70 gradusgacha qiziydi. Mana bu ichidagi suv issiq, ya'ni choy damlab qo'ysanglar issiq turadi. Bu kullerlarimizning ikki xil rangi bor, grey bilan qora rangi. Qorasi $84 chiqyapti, grey rangi bo'lsa $82 chiqyapti. Soni ham yetarlicha, ko'rishingiz mumkin. Xuddi mana shu ko'rsatgan navrot funksiyalari xuddi mana mashinada ham bor, faqat ozgina ko'rinishida, dizaynida farqlanadi. Agar kimgadir kerak bo'lsa, bemalol bizga zakaz beraversanglar bo'ladi. Lokatsiyalar Telegram kanalida bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab xudo xolisa dastavka qilib berishga harakat qilamiz.